Xitoyliklarning har bir qimirlagan jonzotni nima uchun iste'mol qilishlari to'g'risida 4 ta sababni o'rganib chiqamiz. Birinchi sabab: Xitoy tarixida ocharchilik tez-tez bo'lib turgan. Ayniqsa 1959-1961-yillarda buyuk sakrash davrida Mao Sezon siyosati sababli 30 milliondan ortiq odam ochlikdan vafot etgan. O'sha paytlarda odamlar tirik qolish uchun ilon, qurbaqa, qurt, hatto daraxt po'stlog'ini ham yeyishgan. Shu davr tajribasi Xitoy xalqining ongiga chuqur o'rnashgan. Tirik qolish uchun ovqatni ajratib o'tirman degan instinkt paydo bo'lgan. Ikkinchi sabab: hech narsa bekorga yaratilmagan degan falsafiy qarash. Xitoyliklarning falsafasi Konfutsiy va Daoizmga borib tarqaladi. Ularning fikricha tabiatdagi har bir narsa o'z o'rnida foydali. Masalan, an'anaviy Xitoy tabobatida har xil jonivorlarning go'shti yoki a'zolari shifobaxsh hisoblanadi. Misol uchun, qurtlar jigarga foydali, ilon go'shti qon aylanishini yaxshilaydi, qurbaqa terisi teri kasalliklariga qarshi ishlatiladi. Bu ularning tabiat dorixona degan qadimiy qarashdan kelib chiqqan. Uchinchi sabab: ko'p joylarda odamlar ilgari juda kambag'al yashagan. Shuning uchun chiqindi degan tushuncha deyarli bo'lmagan. Har bir narsa ishlatilgan, hatto hayvonning suyagi ham o'yinchoq, sopol buyum yoki chorva uchun ishlatilgan. Bu odat keyinchalik iqtisod rivojlangach ham mentalitetda saqlanib qolgan. To'rtinchi sabab: Xitoyda bugun odamlar har xil noodatiy taomlarni yeyishadi. Lekin bu endi ochlikdan emas, balki qiziqish va tajriba qilish odatidan keladi. Xitoyliklar uchun ovqat bu nafaqat to'yish, balki tajriba, mazani sinash va do'stlar davrasida faxrlanish vositasi. Kimdir noodatiy narsa yesa, bu men jasurman degandek. Ayniqsa janubdagi Guandong viloyatida bir mashhur so'z bor: uchsa qush, suzsa baliq, yursa go'sht. Bu degani agar tirik bo'lsa, uni yeyish mumkin. Ya'ni ular hayvonni g'alati yoki jirkanch deb ajratishmaydi. Tabiatda hamma narsa ovqat bo'lishi mumkin degan fikr kuchli. Biroq bu odat endi butun Xitoyda emas. Yangi avlod, ayniqsa yirik shaharlarda bu narsalarni kamroq yeyishadi. Hozir bu ko'proq mahalliy an'ana sifatida saqlanib qolgan xolos.